Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz bachadondan qon ketish haqida. Tug'ish yoshida ayollarda 12-13 yoshdan menarxiya, ya'ni menstruatsiya boshlanadi. Bu o'smirlik davriga to'g'ri keladi. 45-50 yoshlarga borib ayollar menstruatsiya faoliyati to'xtaydi. Bu menopauza deyiladi. Endi tug'ish yoshidagi ayollar reproduktiv yoshdagi ayollar hisoblanadi. Bular 15 yoshdan 49 yoshgacha. Demak, bachadonda qon ketishda 3 ga bo'linadi. Yuvenil yoshdagi, ya'ni o'smirlik yoshdagi bachadonda qon ketish, keyingisi tug'ish reproduktiv yoshdagi bachadonda qon ketish va klimakterik davrdagi bachadonda qon ketish. Bachadonda qon ketishda mana e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, o'smirlik davrida va klimaks davrida ayol yoshi 45-50 yoshlarda bo'lganda qon ketishlar juda ko'p uchraganligi uchun ularni alohida tasniflagan. Hayz sikli buzilishlarida bachadonda qon ketishda faqatgina ko'p qon ketgandagina davolanadi. Masalan, hayz sikli buzilib 6 oyda bir, 3 oyda bir menstruatsiya bo'ladigan bo'lsa, ko'p qon ketmasa, uni davolash shart emas. Faqatgina reproduktiv faoliyat tiklash uchungina davolashga to'g'ri keladi. Lekin hayz sikli buzilishining bitta holatida, ya'ni ko'p qon ketganda davolash kerak bo'ladi. Bu kasalliklarga masalan ayollar bir menstruatsiya hayz siklida o'rtacha normada 3 kundan 7 kungacha hayz ko'radi va bu davrda bir kunda 50 grammgacha qon yo'qotadi. Demak, agar biz normadan hayz sikli paytida ko'p qon ketyapti, buni bilish uchun albatta ayoldan qanday miqdorda qon ketayotganini bilishimiz kerak. Buning uchun albatta undan mana shu necha marta prokladka almashtirayotganligi so'raladi. Agar 2 soatda 3-4 martalab prokladka almashtirayotgan bo'lsa, buni qon ketish deb tashxis qo'yiladi. Qon ketishlar bu hayz sikli paytida bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa klimaktik davrda yoki yuvenil ya'ni o'smirlik davrida bo'lishi mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar albatta doktorga ko'rinish va davolanish talab qiladi. Chunki qon odam organizmida cheklangan 5 litr, ba'zi bir hayz sikli buzilishlarda 2 litr, 1 litrgacha qon yo'qotishi mumkin. Albatta uni paytda ayolning ahvoli og'irlashib, hayotiga xavf solishi mumkin va natijada u yurolmay bosh aylanib yiqilib tushib reanimatsiyaga tushib qolish holatlari bo'lishi mumkin. Hayotda bizda o'smirlik davrida qizlarimizda hayz sikli buzilib qon ketishlarda больницаga olib borib doktordan maslahat olishga tortinishadi, uyalishadi, ginekologga olib borishga qiz bolani va buni oqibatida ko'p qon yo'qotgan holda reanimatsiyaga tushib qolgan holatlari ham uchrab turadi. Xuddi shunday klimaks davrida ham ayollarimiz bir-biridan so'raganda, o'zi klimaks davrida ayolda qon ketadi, shunday bu men ham bir oy qon ketgan menda ham degan gaplarni u kishi bir-biridan eshitadi-da, ko'p qon ketsa ham vrachga murojaat qilmay juda kech kelish holatlari bo'lib turadi. Hozirgi mana shu targ'ibotimizda asosiy maqsad qon ketish bo'lganda albatta doktorga murojaat qilish kerakligi to'g'risida tushuncha bermoqchimiz. Sababi bu klimaks yoshidagi ayollar o'ylaydiki, o'zi klimaksda qon ketar ekan, shuning uchun murojaat qilmasa ham bo'lar ekan, o'zi shunday bir oy 2 oy qon ketib to'xtab qoladi degan noto'g'ri tushunchaga ega. Yoki bo'lmasa o'smir qizlar o'ylaydiki, mana bu onalari uni doktorga olib borishdan uyalib, tortinib va buning natijasida kech kelish holatlari bo'ladi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, har qanday mana shu hayz sikli buzilishdagi qon ketishlarda albatta konservativ davolari bor. Ming afsuski, bizda ko'p ginekologlar mana shu qon ketishda konservativ davolarda mana shu yetarli qilinmasligi oqibatida ham mana shu og'irlashib qolish holatlari ham uchrab turadi. Chunki buni konservativ, ya'ni dori bilan qon ketish to'xtatishni ko'p ayollar xohlaydi, lekin ming afsuski ginekologik qon ketishlarda bu qon ketuvchi dorilar, masalan Fikasol, Lisinon, Trinaxa va shunga o'xshagan qon to'xtatuvchi dorilar birortasi bu ayollarning qonni ketishini kamaytirishga yoki to'xtatishiga yordam bermaydi. Buning uchun albatta gormonal gemostaz o'tkazish kerak. Gormonal gemostaz qanday o'tkazilishi haqida agar bilmoqchi bo'lsalaringiz, pastdagi registratsiya tugmasiga murojaat qilsalaringiz sizlarga
xodimlarimiz bog'lanadi va qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Demak, gormonal gemostaz orqaligina qon to'xtatilishi mumkin. Undan tashqari biz ko'pincha hayot ekan bu gormonal gemostaz agar foyda bermaydigan bo'lsa, albatta jarrohlik usuli bilan qon to'xtatiladi. Bu klimaks davridagi ayollarda bachadonning ichini xuddi abortdagiday bachadon ichini tozalash jarrohlik, kichik jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Demak, ayolda bachadon ichi tozalanganda birdan qon to'xtaydi. Ginekologiyada oltin qoida bor. Demak, 9 yoshda ayolda qon ketganda birinchi qoida bachadon ichini tozalash kerak. Ikkinchi qoida olingan mahsulotni, ya'ni makropreparatni gistologik tekshirishga yuborish kerak degan qoida bor. Buning sababi qon ketishiga sabab rak kasalligi bo'lishi mumkin yoki rak oldi kasalliklari ko'pincha bo'ladi. Shuni sababini aniqlab, shu bo'yicha davolanish uchun. Demak, bachadon tozalashdan maqsad birinchisidan qon to'xtatish, ikkinchisidan kasallikni qanday, nima sababdan qon ketayotganini bilish hisoblanadi. Shuning uchun buni agar mohiyatiga aytaman degan bo'lsa, ayol organizmida ikkita gormon bo'ladi. Bu albatta mana bu ko'rgazmada ko'rsatib turibdi. Mana bu menstruatsiya jarayoni. Menstruatsiya jarayonida endometrial ichki qavati to'liq shilinib tushishi menstruatsiya jarayoni deyiladi. Bu endometrial qavatining bazal qavatining hisobiga yana endometrial funksional qavat o'sishi bu estrogen gormon ta'sirida bo'ladi. Estrogen gormoni follikulga yetilayotganda granulyoz to'qimalardan estrogen ishlab chiqarilishi oqibatida bu estrogenlar bachadonda endometrial funksional qavatida endometrial o'sishiga sababchi bo'ladi. Undan keyin follikula yorilib, ichidan tuxum hujayra chiqib, ovulyatsiya sodir bo'lgandan keyin granulyoz to'qima sariqlik tanaga aylanadi. Sariqliklarni progesteron ishlab chiqaradi. Progesteron ayollarda shu funksional endometrial qavatini homila kelib yopishishiga har xil oziqa moddalar boshqalar bilan tayyorlaydi. Bunga progesteron sababchi bo'ladi. Ana undan keyin menstruatsiya bo'lganda, progesteron ta'siridan keyin menstruatsiya bo'lganda endometrial, mana bachadon endometrial qavati shilinib tushadi. Nima uchun klimaks davrida ayollarda shu qon ketish uchraydi? Buning sababi follikula yetilib yorilmaydi va sariqlik tana paydo bo'lmaydi. Bu degani estrogen ko'p bo'ladi, lekin progesteron bo'lmaydi. Shuning oqibatida menstruatsiyada qon kelishi mumkin, lekin bachadonning endometrial qavati, funksional qavati o'sib, qalinlashib turadi. Buni o'zida ham ko'rsa bo'ladi. O'zida 10 mm, 15-20 mmgacha qalinlashib ketgan bo'ladi. Qon ketadi, lekin endometrial qavat, funksional qavat shilinib tushmaydi. Shuning uchun ham bachadon ichini tozalagandan keyin birdan qon to'xtaydi. Undan tashqari olingan narsa albatta u yerda jelezistik bezli giperplaziyami yoki atipik yoki rakka aylangan, buni bilish uchun gistologik tekshirishga yuborish kerak bo'ladi. Bundan keyin bachadon tozalagandan keyin bizda ko'pincha ayollarimiz 3 oy 4 oylab menstruatsiya bo'lmay ketadi va qon ketganda больницаga borib ginekologiyada bachadon ichini tozalatadi. Undan keyin qon to'xtagandan keyin keyingi davolashni olmaydi. Shuni hisobiga yana 3 oylab qon kelib ko'rmay ketadi, menstruatsiya bo'lmay ketadi. 3 oydan keyin yana ko'p qon ketadi, yana ko'p ketgandan keyin yana tozalatadi, yana 6 oy ko'rmay ketadi, 6 oydan keyin yana tozalatadi. Shunday holatlar bizda ayollarimizda bo'lib turishiga sabab bu kasallikni mana shu mohiyatiga yetmaslik hisoblanadi. Mana bachadon ichi tozalagandan keyin ham buni reabilitatsiya qilib, ya'ni tiklab, mana shu ayolda ko'p qon ketish oldini oladigan davo muolajalari bor. Bu davo muolajalari haqida bilmoqchi bo'lsalaringiz, quyidagi tugmaga murojaat qilsalaringiz, biz sizlarga juda batafsil tushuntirib berishimiz mumkin. Demak, klinik davrda ko'p qon ketib, bachadon ichini tozalagandan keyin yana qayta shuna holat bo'lmasligi uchun maxsus davo kurslari bor. Bu kurslarni biz mana shunga ehtiyoji bor bo'lgan ayollarga yana qo'shimcha tushuntirishimiz mumkin. Bundan tashqari bizda hayotda shu narsa ko'p bo'lyaptiki, mana shu ayollar bir-biridan eshitib, klimaks davrida o'zi shuna qon ko'p ketadi degan hisobiga juda og'ir ahvolda, ya'ni 20-30 gemoglobin bilan og'ir ahvolda bizga murojaat qiladigan holatlari bor. Biz bu paytda nima qilamiz? Bu ayollarimiz bachadon ichini tozalatishga qo'rqqan, 1 oy 2 oylab qon ketib yurgan, 5 litr qoni bo'lsa 2 litr 3 litr qoni ketib qolgan. Buni endi
bizda operatsiyaga bachadonda hech qanday miyoma yoki birorta o'simta boshqa narsa bo'lmasa ham bu ayolni bachadonni olib tashlashni tavsiya qilamiz. Nimaga deganda, bu ayollarimiz vaqtida doktorlarga murojaat qilmaydi va natijada davo muolajalar olmaydi, davolanolmaydi. Shuning uchun ahvol juda kritik holatga, ya'ni o'lishi mumkin bo'lgan holatgacha kelib qolgan bo'ladi va bularni albatta bizning klinikamizda bir oyda 5 ta 10 talab shunday ayollarni jarrohlik yo'li bilan operatsiyaga olishdan oldin qon va qon preparatlari tayyorlab, ularni quyib, bachadonni olib tashlab va ularni davolab, mana shu bir oyda 10 talab, 15 talab ayolni o'limdan saqlab qolyapmiz. Agar shuni vaqtida qon quyib, bachadonni olib tashlash jarrohlik amaliyotini o'tkazilmasa, bu ayollarda mana shu ko'p qon ketishdan o'lim holati ham uchrashi mumkin. Shu narsani oldini olish uchun agar sizlarda ham shunday ko'p qon ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, xoh konservativ davolanmoqchimisiz, xoh jarrohlik amaliyoti bilan davolanmoqchi bo'lishingiz mumkin. Bizga murojaat qilsalaringiz, bizning mutaxassislarimiz bu bo'yicha sizlarga to'g'ri maslahat va yo'l yo'riq ko'rsatadi va davoning har qanday usullarini sizlarga amalga oshirib beradi. Endi bu Jelizli bezlik giperplaziya tashxisini sababini yana men yuqorida aytib o'tdim. Bunda asosan ovulyatsiya bo'lmasligi va sariq tanada progesteron yetishmasligidan endometr qalinlashib ketadi-da, menstruatsiya bo'lganda endometr ichki qavat, funksional qavat shilinib tushishi kerak. Lekin shu shilinib tushmagandan ichkarida qoladi. Buni albatta o'zida ko'rganda o'zichi doktorlarimiz ham bezlik giperplaziya bor, bu kasallik deb tashxis qo'yish kerak. Keyin o'zichi doktorlarimiz albatta ayoldan menstruatsiyasi qachon bo'lganligi, hozirgi paytda qon ketib yuribdimi, menstruatsiya bo'lyaptimi, yo'qmi, shularni so'rash kerak. Chunki shularga qarab keyin tashxis qo'yiladi. Bizga endi bu jelizli giperplaziyani mana 3 oylab qon ketib yurib tozalatib, undan keyin yana tozalatib yuradigan holatlarga qaytadigan bo'lsak, bu narsani yomon tomoni, bu jelizli giperplaziya juda ko'p vaqt davomida davolanmaganda bu albatta bachadon rakini keltirib chiqaradi. Bachadon rakini keltirib chiqarmaslik uchun va yana shunday qon ketishlar bo'lmaslik uchun bizda yuqorida aytgan davo kursimiz bor va bu davo kursini olishdan maqsad birinchidan ayolda ko'p qon ketish va olinadi. Menstruatsiya olmay bo'lishi mumkin yoki menstruatsiyadan qolib ketishi mumkin. Undan tashqari bachadon raki kelib chiqish ehtimolligi juda ham kamayadi va bu usullardan foydalanmoqchi bo'lsalaringiz bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bachadon yuvenil davrda, ya'ni o'smirlik davrida ham qon ketish holatlari uchrab turishini yuqorida aytdim. Bunda qiz bola bo'lganligi uchun, qizlik parda bo'lganligi uchun ularda albatta konservativ, ya'ni gormonal gemostaz o'tkaziladi. Bunday holatlar juda ham kamdan kam holatlarda agar gormonal gemostaz foyda bermasa, qiz bola bo'lishiga qaramasdan unday holat masalan menda uchramagan, lekin biz eshitganmiz, qiz tozalatish kerak bo'ladi. Lekin qiz bola buni tozalatmayman deyish oqibatida mana shu ko'p qon ketishdan qiz bolani o'lgan holatlari ham ko'rmaganmiz, lekin eshitganmiz. Bu degani mana shu jelizli giperplaziya bo'lib, bachadon endometr qavat qalinlashib ketgandan keyin unga gormonal gemostaz qilinadi. Gormonal gemostaz foyda bermasa, albatta jarrohlik yo'li bilan bachadon ichini tozalash kerak bo'ladi. Lekin tug'ish yoshidagi ayollarda va klimaks davridagi ayollarda hech qanday iloji boricha gormonal gemostaz qilmasdan turib bachadon ichini tozalash tavsiya qilinadi va bundan maqsad yuqorida aytganimdek qon ketishni oldini olish, to'xtatish, tozalagandan birdan to'xtaydi. Ikkinchisi esa bachadon raki bormi, boshlanganmi, yo'qmi shuni tashxis qo'yiladi gistologiya yo'li bilan va undan keyingi davo usuli shunga qarab olib boriladi. Yoki jarrohlik bachadonni olib tashlash operatsiyasini tavsiya qilish mumkin yoki bo'lmasa mana shu haysigni normallashtirish davo kursini o'tkazish tavsiya qilishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan ma'lumot shu yerda. Agar sizlarda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana shu bo'yicha yana ko'rsatuvlar qilib boramiz.